Bugun noodatiy video format kitob maslahat bermoqchiman. Aynan ovozli holatda Qulog'im senda qizim Abdulloh Abdulmu'tiy, Huda Said Bahlul tomonidan yozilgan kitob. Bu yerda qaydli qilingan. Albatta bolalarimni ham qo'l izlari bor. Xo'p, bu kitobda kimlarga maslahat berardim? Bu kitobda hammaga. Unga, bunga yosh chegarasi yo'q. Jinsni ham chegarasi yo'q. Otalarga ham, qizlarini tushunishlari uchun, ayollarini tushunishlari uchun, hattoki onalarini, opalarini, singillarini tushunishlari uchun. Xuddi shunaqa, ya'ni ahli ayollarini, halol ahli ayollarini. Xuddi shunaqa onalarga, qiz farzandlarini tushunishlari uchun. Xuddi shunaqa, nima deydi? Ayollarga o'zlarini tushunishlari uchun. Hayotdagi har xil qiyinchiliklardan osonroq o'tish uchun. Xuddi shunaqa yana yosh qizlarga, o'smirlik yoshdagi yosh qizlarga o'zligini yolg'iz his qilishayotganda juda ham foydali bo'lgan kitob. Menimcha har bitta ota-ona o'qishi, har bitta qiz o'qishi, har bitta ayol, har bitta erkak o'qishi shart bo'lgan kitob. Chunki bu juda ham foydali kitob. Buni olsangiz sizga xazina, haqiqiy xazina vazifasini bajaradi. O'qiganlar kommentariyada o'zingizning fikringizni yozinglar. Menimcha men bilan hamma hamfikr bo'ladi. Bu kitobni o'qigan odam, bu kitobni qalbiga his qilib, qalbi bilan his qilib o'qigan odam bu kitobni qanaqa xazina ekanini shundoq biladi.